Hammaga salom, sizlar bilan yana men Krasimus va bu videoda men sizlarga o'zimni 3-4 soatdan beri o'ynayotgan Hardcore Mill'ni ko'rsataman va bir ikkita narsa yasaymiz. Men bu yilda kecha boshlaganman. Kecha o'ynadim kechasi, keyin mana shunaqa nima deyildi? Korot shunaqa joylar qurdim. Narsalar ekib, pul almaz bo'ldim. Kechasi bilan o'ynab. Korotchi ko'p narsa qildim. Shunga endi boshqa videolar ham ko'p videolar shu yerda olamiz. Yana bu Hardcore. O'lsam hammasi tugaydigan yer. Menga bitta narsa yetmayapti. U ham bo'lsa nima bo'ladi? Ferma, mol, qo'y, tovuq ferma. Ular juda ham uzoqlarda bor ekan, shunga hatto olib kelish qiyin, yana menda ko'p narsa yo'q. Shunga bu videoda biz fermaga tuxum topib kelganman. Olmos bor. It o'rgatishimiz kerak, it ham ko'rganman. Dalish kiyimlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Mana nima ham yasab qo'yganman bitta narsani. U yerda baho berasizlar. Mana chiroylikkina qilib qurdim. Sal qiyshiq bo'lib qoldi tomon. Mayli, e'tibor bermasa sezilmaydi. Keyin shader ham cho'kdi ekan, mana yaltirab. Bu Makeup Ultra Fast shader ekan, kerak bo'lsa Pulse Forge'ga yozsalaring chiqadi. Biz ferma qilish kerak edi. Jo'ja ochib chiqsa, tuxumlardan 3 ta bor niyat qilib qo'yganman, 2 tasi ochib chiqadi. Chunki 2 tadan ko'paytirib olsa bo'ladi. Yetarli. Endi bitta ochiladigan kerak. Eshigi. Hoppa. Yetadi. Hozir tovuq ferma bo'ladi. Agar tovuq chiqmasa bittasini qachon qursak bo'ladi. Jo'mashni tozalab olib shundan qilaman. Yana men Optifine'dan kelganim uchun modlarim ishlamaydi. Daraxtlar bittalab buzishim kerak. Qiynalsa kerak topib qo'ygan. 1 yoki 2 soatlik yo'l yurganman-da shunga. Daraxt tushirdi. Yana bittasiz. Daraxtni asab qo'yganman yaxshi. Hali bu yerda qanaqadir nimalar rekordlar buzamiz hali. Bu melenda uzoq qoladi. Menimcha hamma video shu melda chiqsa kerak. Chunki har xil mellarcha urib selektim. To'g'risi shunga. Bir kun bo'ldi, lekin menda olmos kiyim bor. Do'stim kirganda tezroq ajdar yutardi birga. Siz nima ham qilaman, zerikaman. Mayli, mana kecham tushyapti. Yana men bu yerda ko'rishlarim mumkin 16 kun bo'ldi. Bu olamda o'ynayotganimga. Tezda qurib tashlash kerak. Ket tushyapti, monsterlar chiqishadi. Qancha o'lib ketishimga sal qoldi. U videolarda men saqlab qololmadim, o'chirdim chunki ovozda yozmagan ekanman. Doimgidek tentaylik qilaman, videoda ham yozmay qo'yaman ba'zida.
ba'zan to'g'rilarga hozircha kishi yetmadi. Bu shader bilan ham normalniy FPS olyapman. Chunkni 7 ga qo'yib kelib shu shader bilan o'ynasam mana 70-80 FPS olyapman GTX 1050 bilan. Agar sizlarda RTX 2060 bo'lsa ham juda ham baland FPS olsalaring bo'ladi shu shader bilan. Shadersiz menda 200 FPS beryapti. Demak, hammasi yaxshi. To'g'rilarga katta rahmat. Bakayışını koyalım. Sonra çok bakıyorum. O şeydir ama yor yaptı. Bunda bir to'plovlarimiz 17-kun bo'ladi. Mana bitta temirlik kiyimlar ham cho'tga qilib ko'rib qo'yganman. Ancha vaqtim ketdi bu yerga. Niyat qilib ochaveramiz bunda bu kiyimlarni. Bir ketdi. Qani? Va bitta ham gapim rostlikka. Hozirda borib mol bilan to'g'rilab olib kelamiz. Bir 700 metrcha yursam chiqish kerak. Molga bu itga suvay kerak. Suvayim yo'q. Ot topsam olmaga urib qo'yaman. Ketdimda. Shu atrofda juda ham katta g'or bor ekan. O'shga kirib pul olmos bo'lib yana qo'shimcha olmoslar ham topib chiqdim. Ama boshda rosa qiynaldim bu yerda ham. Temirlik kiyim topolmadim, temir topilmadi. Bu video juda ham ko'p joyini qirib boraman. Shunga faqat gapirgan joylarim qoladi. Oppa. Men shuncha yil Minecraft o'ynab endi tushundim. Daraxtda watergrowth bo'lmas ekan. Sizlar bilaringizlarni bilmadim ama qaranglar. Masalan mana daraxtdan narigi daraxtga watergrowth qilmoqchiman. Mana shu daraxt ichiga kirib qoladi. Men rosa jonim ketib o'yladim, nima bo'lyapti desam, daraxtga watergrowth bo'lmas ekan. Mana zombilardan qochgan joylarim bor. Bu versiya 1.21.4. O'shaning uchun ko'p narsa yo'q bunda. Даже misli kiyim yo'q. Shunga boshda qiyin bo'ldi. Yurilar chibratishgalar va orqamdan yuraverasizlar. Keldi. Ana 3 ta bo'ldilar. Ketdi. 300 metr yursa yetib olarkanmiz. Voy. Men hozir bilan uyga boraman, video o'shdan davom etadi. Chắc tepeye çıngına doğmuya. Ketdi setten. Tinchgina yura. Nima? Kurtalarim mana. Ketdi yuramiz. To'xtamaymiz farqi. Bo'ldi, tezlashinglar davay. Endi op chiroylar mana. Sizlarga ajoyib joyimiz qo'shib. Sanga ko'paydi. Ma problema. Ratishgalarga oziq-ovqat yetkazish to'g'ri bo'lmaydimi? Endi qo'y topib kelish kerak. Yanada qiyin.
agar ichlaringda bizga o'xshab Minecraft o'ynaydiganlar bo'lsa, agar komandalaring bo'lmasa yoki bizga qo'shilmoqchi bo'lsalaring, telefonda xohlasalaring Pojo Launcher bilan qo'shilasizlar, xohlasalaring kompyuterda launcher bilan ham yo haqiqiy Minecraft bilan ham qo'shilsalaring bo'ladi. Shunga qo'shilishlarini so'rab qo'ygan bo'larman. Billa maza qilib video olardik. Mana Minecraft asli manzarasi. Bitta rasm qilish kerak. Buni nimadan screenshot qilardik? Yo'q. Alt F1. Hayır. Video devam etyaptimi? To'g'ri, ketyapti. Mana qisqacha abdurrahimon chizarni yo'lda mana bambuklar bilan o'ralgan joyda kutib oladi. Oyog'ida artish kerak. Oppoq nimaga nima deydi? Darur. Imanitda bizni boyliklarimiz turadi. Boylikda. Birata kiyimni saqlab turamiz. Masalan, qilich, nebesniy kara. Nimani atrofdagi bittaligiga uncha chiqargisi kelmayapti. Keyingi videoda menimcha mezilga borishga kerak do'stim bilan. Prочность, effektivность 1. Effektivность 3 yo'qmi? Yo'q, tavakkal. Mayda va bo'lmabdi bu. Effektivность bilan bilan. Effektivность 2. Nima chiqarginchidan yana? 1, 2, 3. Prочность 1 bo'lmaydi. Qilich, astrata, attacha, picture. Nima har doim qo'yganimda har xil bo'lyapti. Nimachi? Seriallarda astrata bir surligi, attacha ham cho'tki. Qaysi birini tanlay? Mayli, hozircha attachani olamiz va attachani o'zim bilaman. Ahmoq Minecraft. Saltorovka qilish kerak. Вот Minecraftda 2 kun hayotda necha ming dollardi. Bilganlar kommentariyga yozib yuboringlar. Minecraftdagi 1 kun hayotdagi vaqtga qancha bo'ladi? Men o'ylashimcha 10 minut bo'lsa kerak. Yo, undan kam. Sizlarga chiroyli ko'rsataman. Sudayni yorishgan ekan she'rga. Mana endi hozir go'zalligini ko'rasizlar. 11 jang qilamiz. She'rga nima deyman, haykka qo'yamiz. FPS tushadimi? Bo'ldi 57 FPS. Yo'q. Mana sizlarga chiroy. 20 FPS bilan chiroy. Men sizlar bilan tovuq filmi xuddi bitta videoda tovuq filmi hal bo'libdi. Mana sizlarga Minecraft eng yaxshi o'yin. Bitta screenshot ketadi. Opa. Uyga o'zim alohida e'tibor berib turdim. Oldinlari korobka qurib yurardim, bu safar tomni yorib qo'yganman. Ikkinchi etaj ko'rsatmadim hali. Hay bilan ham video olsa bo'larkan shekilli palatini. Vau. Mana ikkinchi etaji faqatgina manular bor. Bochkalar
Faqat nima qurishni bilmayapman. U do'stimga divan shekdan bo'ladi. Ikkita o'g'il bola bitta krovat to'plamaymiz va bitta nima. Mayli. Kiyimlarni sehrlab ko'rmadik hali. O'zini dasturni шлем за штабр tazuvchi. За штабр прошлый sport bo'ladi boshiga. Прошлый sport boshqa. Mayli. За штабр Dashtabr wow. Mayli, dashtabrlik kiyimim full dashtabr hammasi. Ama effektivimiz 2 yaxshi tushdi. Buni ishlatdim. Manda cho'tki resurs pak bor edi. Ozgina qattiq. Birga bir Minecraft qilaman. Ikki bor. Qaysi biri edi? Mana divan. Nima kerak? Ichkariga qaramaydi. Ko't qaraydi. Oh, 100 FPS. Aman endi tushdi. O'zgargandek tuyulyapti sizlarga ham yo'q faqat menga? Menimcha o'zgardi sehrlangan narsalar. Bu sehrlarni chiroyliroq ko'rsataymi kiyimda? Shader kiyimdagi sehrlarni ochib berolmaydi shunga. Effektivlik sezilyapti. Ancha tezlashgan. Endi keyingi safar biz sizlar bilan nima qilaman? Avtomatik ferma yo'q. Keyingi videoda adga kelishaylik. Keyingi videoda sizlar bilan adga kelamiz. Adga ko'rsatib shader bilan qanday ketarligini. Wow. Mayli bolasizlar bilan yana Minecraftimiz bo'ldim va bu videoda shu xalq ko'rinmarini ko'rsatdim sizlarga. Kiyimlar tacharladik, tovuq ferma qildik. Kommentarlarga yozib qo'yinglar agar shu modda yana video qilishimni xohlasalaring. Agar mod bilan o'ynayman desalaring mayli. Shadersiz mod bilan ham o'ynayman. Keyingi videolarda do'stim bilan o'ynashga harakat qilamiz. Agar bizga qo'shiladiganlar bo'lsa kommentarlarga yozinglar, o'zim sizlarga javob yozaman, komandaga qo'shamiz. Albatta uning uchun Discord bo'lish kerak, Minecraft bo'lish kerak va aytilgan vaqtga kelsa bo'ldi. Boshqa narsa yo'q.